Assalomu alaykum. Ismim Abdulloh. Bugun qishga bo'lgan yaxshi atirlar to'g'risida, hidlari приятный, hidlari stoyki, hidlari uzoqlarga tarqaladigan atirlar haqida gapirishamiz. Birinchi atir qish faslida ko'pchilik so'raydigan, ko'pchilik sotib oladigan atirlardan bittasi Jean Paul Lamel. Bu atirdan foydalanganingizda sizga jerskiy effekt beradi, o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oshiradi. Hidlari juda ham yoqimli bo'ladi, hidlari o'tkir emas, lekin ko'rinishi jerskiy. Mana buni uyga olib qo'yganingizda sizlarga motivatsiya beradi, zalga chiqishingizga kerak bo'lsa. Buni zaldan oldin yoki zaldan keyin sepib chiqsanglar, takoy jerskiy o'ziga bo'lgan уверенность beradi. Undan tashqari bu atirni sportsmenlar sepsa bo'ladi, boshinglarni og'ritmaydi, zaldan keyin og'irlik qilmaydi yoki trenirovkadan oldin ham og'irlik qilmaydi. Mazaq foydalanasizlar bu atirdan. Hidi juda ham zo'r bo'ladi, sepganingizda uzoqlarga tarqaladi. Sizga maslahat beraman shu atirdan foydalanishni. Jean Paul Lamel 100% original plus bu 200 mg, bundan 10 mg ko'rinishda olsanglar ham bo'ladi. Hozirgi kundagi buni aktual narxi 200 mg aktual narxi $230 atrofida. 10 mg olsanglar bo'ladi. Uni bizga murojaat qilsanglar, biz sizlarga hisoblab chiqarib beramiz. Ikkinchi atir qishda ham, yozda ham, kuzda ham, bahorda ham sepsa bo'ladigan atirlardan bittasi. Bu ham Jean Paul brendiniki. Bu Le Beau Paradise degan atiri. Hidi juda ham yoqimli buni. Sepganingizda sizlardan svejiy hid kelib turadi. Me'daga tegmaydi. Qishda ham sepsa bo'ladi, faqat ofislarga, ishxonalarga sepib borsangiz bo'ladi. Hop, yopiq maydonlarda sepib yurishli atir, hidi o'tkir emas. Aytaylik, qor yog'ayotganda sepsanglar uncha bilinmaydi, lekin ishxonaga kirganingizda, yopiq maydonga kirganingizda zo'r hid kelib turadi. Shu sababli buni kunduz sepishga zo'r atir deb bilaman. Bu ham o'sha o'zingizlar sepganingizda o'zingizlarga bo'lgan ishonch oshiradi, o'zingizlarga bo'lgan самоуверенность berib turadi. Xullas, jerskiy atirlardan bittasi, ko'rinishi ham juda ham chiroyli. Butulkasi ham rosa chiroyli, sepishlari ham rosa zo'r buni. Hop, buni kunduz sepsanglar, buni kechqurun sepsanglar zo'r bo'ladi. Mana kunduzgiga, kechqurunga sepsanglar maza qilib yurasizlar. O'zingizlarga bo'lgan takoy уверенность oshib, brutalniy hid kelib turadi sizlardan. Keyingi yana bitta atirimiz bu Creed Aventus. Ko'pchilik erkaklar yaxshi ko'radi buni. Juda ham fanatlari ko'p bu atirni. Juda ham ko'pchilik yaxshi ko'rib ishlatadi bu atirni. Mana Creed Aventus. Hidi hop, turishi, stoykisi, hidi uzoqlarga tarqalishi, sepganingizda kim bilandir ko'rishsangiz, buni hidi kelib turishi, buni rosa ko'p qizlar yaxshi ko'rishi ham bor fakt. Buni sepdinglar, hidi uzoqlarga tarqaladi, zo'r turib beradi. Ertalabdan kechgacha bemalol badanda turib beradi. Kiyimda 2-3 kungacha tursa kerak. Hop, juda ham ko'pchilik ayollar ham rosa yaxshi ko'rishadi bu hidni. Voy, mana bu zo'r hid ekan deb shunga o'xshagan analoglari bor. Analoglarni ham yaxshi ko'rishadi bu hidni. Eng originali, birinchi chiqqan mana shu hidni otasi mana mana shu atir bo'ladi. Hop, bu Creed Aventus ko'pchilik biladi, ko'pchilik erkaklar biladi. Hozirgi kundagi aktual narxi $250. 100 mg-ligini 10 mg 350 ming so'mga do'konimizdan olsanglar bo'ladi. 5 mg olsanglar bo'ladi. 100% original cho'tka atirlardan bittasi. Kim kerak bo'lsa murojaat qilishingiz mumkin. Keyingi atir klassika, qish faslida maza foydalanish uchun Chanel parfyum atiri. Bizani O'zbekistonda bu Chanelni parfyumini, toza parfyumini gold deb aytishadi, serebristy deyshadi. Cerebro nima edi o'zbekchasiga? Kumush. Kumush deyshadi yoki tilla deyshadi. Bu tilla rangi. Kumushi hozircha videoga chiqmaydi, lekin kumushi eau de parfyum yozilgan bo'ladi. Bunisi toza parfyum. Hop, bu hidni juda ham ko'pchilik yaxshi ko'radi. Erkaklar ham, ayollar ham. Erkaklar sepsa, ayollar yaxshi ko'radi bu atirni. Hidi mana erkak kishi sepsa, ayollarga yoqadi. Bu hid kelib tursa erkak kishidan. Hidi zo'r atir, Chanel. Bekorga bu klassika emas, 2018-yil ishlab chiqarilgan atir. Buni ko'proq strogiy kiyimda yuradigan, kostyum shimda yuradigan yoki yopiq maydonda ishlaydigan odamlarga tavsiya qilinadi. Hidi zo'r kelib turadi, klassika. Qo'yninglarda kostyum shimda yursanglar, mana shu atirdan foydalanish tavsiya qilinadi. Zo'r atir, 100% original. Bu kattasi 300 mg-ligi. Buni 10 mg qilib quyib beramiz. Dastavkalar ham bor etganchi. O'zbekiston bo'ylab viloyatlarga yetkazib beramiz. Hop, Chanel hidni sepganingizda zo'r turib beradi. Hidi приятный bo'lib, yon atrofingizga kelib turadi. Uzoqlarga tarqalmasa ham, yon atrofdagilar ham takoy приятный hid kelyapti mana bu odamdan degan emotsiya qoladi. Shunaqa qilib eslab qoladi. Yaxshi esda
qoldiradi bu atir aytgancha. Buni sepib yursanglar, mana shu palonchi aka separardilar, mana shu hidda, mana shu atir ekan deyishadi, mabodo. Keyingi atir yoshlarning orasida ko'pchilik sepayotgan atirlardan bittasi. Buni strogi hid klassika deb sepishyapti. Dolce Gabbana Duon 100% original bu ham. Bu atir unaqa shirin hid emas, o'tkir hid emas. Sepganingizda такой приятный hid kelib turadi, yoqimli hid kelib turadi, yoqimli hid taraladi. Hop, yoshlarning orasida bu ham klassikaga aylanib boryapti. Juda ham ko'p yoshlar, yosh deganda 25 atrofidagi, 20-25 bo'lsa 30 yoshli odamlar sepishyapti buni. Hop, Chaneldan keyingi klassika desa ham bo'ladi. Такой ko'ynerchalarda, kostyum shimchalarda sepib olsanglar, ishxonada sizlardan приятный hid kelib turadi, yengillik hid kelib turadi. Hacha yangi atir emas. Lekin yangi hid kelayotgandek, xuddi Chaneldan boshqacharoq qanaqadir hid kelayotgandek bo'ladi. Zo'r atir. Hidlari stoyki, sepsanglar ertalabdan kechgacha turib beradi. Hidi uzoqga taralmaydi Chanelga o'xshab, lekin yon atrofdagilik приятный hid kelib turadi. Kim kerak bo'lsa, bundan ham olsanglar bo'ladi. Unaqa qimmat atirlar kirmaydi. 100 mg-ligini $100 atrofida olasiz. 10 mg-lik 150 ming so'm. Kim kerak bo'lsa, dastavka xizmatlari bor. O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki do'konga kelib olishingiz ham mumkin. Hop, keyingi ikkita atir. Hozirgi kunda hacha o'tgan yil ham trendda bo'lgan bu hid. Hozir ham trendda ko'pchilik so'raydi. Megamar bormi deb. Mana O'rta Paris Megamar. Bu atir 2020-yilda trend bo'lmagan bo'lsa ham, men taniganman o'shanda 2021-yilda. Hidi juda ham zo'r, sepganda uzoqga tarqaladi. Hidi 3 kunlab, 4 kunlab turadi kiyimda faqat. Badanda turmaydi. Chunki bu atir sepadigan odamlar har kuni cho'milishadi, badandan uchib ketadi. Bu O'rta Paris Megamar sepgan yilida sizlardan akvaticheskiy, ya'ni такой okean hidi hid keladi, yumshoq hid keladi, lekin o'tkir hidi ham bor. Bosh og'ritmaydigan o'tkir hidi ham bor. Juda ham такой дерзкий atirlardan bittasi O'rta Paris Megamar. Buni 50 mg-ligi $200. Bizning do'konimizda kim kerak bo'lsa murojaat qilsanglar, dastavka xizmatlari bor. Zo'r atir. Chotki hidli atir. Bemalol yozib qoldiringlar. Bizga yetkazib beramiz. Siz qanaqa atir sepishingizni kommentariyada ham yozib qoldiringlar. Bizga obuna bo'linglar. Mana shu video yoqayotgan bo'lsa, like ham bosish esdan chiqmasin. Hop, mana zo'r atirlardan bittasi. Ikkinchisi 2025-yilda chiqqan, hali trend bo'lmagan, ko'pchilik hali sepishga ulgurmagan. O'rta Paris Risvelium. Mana ko'rinayotgan bo'lsa agar, buni mana bu narsasi juda chiroyli ishlangan. Etagida ham bundan belgisi bor. Hop. Bu atir sepgan yilida mevalarning hidi keladi. Ajoyib, boshqacha. Yana akvaticheskiy Megamar ham hidi qanaqa aralashganga o'xshaydi. Buni sepgan yilida shu kuruglarda, o'rtoqlar orasida turgan yilida bu atir o'rtog'inglarni ham atirini yutib chiqib, o'sha bosib qo'yadi. Faqat sizni hidingiz kelib turishini ta'minlaydi. Mana. Juda ham minimalizmda ishlangan atir. Chotki hid. Hop. Viduxasi ham juda chiroyli. Flakonlari juda ham chiroyli. Hidi neobычный, hali yangi 2025-yil, hali ko'pchilik sepmagan, ulgurmagan. O'shaning uchun olib sepib ko'rishni tavsiya qilinadi. Hop. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, notalarini postdagida link qoldiramiz. O'sha yerda notalarni o'qib chiqsanglar bo'ladi bemalol. Stoykasi вообще zo'r. Beshinday stoykast. Sepgan yilida hidlari u kilometrlarga qoladi. Buni sepib, aytaylik, uzun koridorda yursanglar, hidi orqangizda qolib, o'sha sizlarni kelganinglarni, ishxonaga kelganinglarni bildirib turadi. Undan tashqari zo'r turib beradi. Mana bugun sepsanglar, 2-3 kundan keyin o'sha kiyimni xillab ko'rsanglar, shu hid turgan bo'ladi. Mabodo Risvelium, mana screenshot qilib olsanglar, bu yerga ko'rsatib olsanglar bo'ladi, topsanglar bo'ladi yoki dastavka qilib beramiz, bizga murojaat qilsanglar. Ko'pchiligiga yoqishi aniq bo'lgan atirlardan bittasi bu Mansera Serdet Boys. Mana bizda hali tanilib ulgurmagan bu atir. Sababi atirga endi odamlar o'rganyapti, endi sepishni o'rganishyapti. Hozir hamma Chanel, Ganymede, Tila, shunga o'xshagan atirlar sepib yurgan bo'lsa, mana bu yangicha hid. Kelajakda menimcha trend bo'ladi bu atir. Hozircha trend emas, lekin kelajakda trend bo'ladi deb o'ylayman. Hop, bu ham zo'r atirlardan bittasi. Sepsanglar,
Hidi zo'r qoladi, hidi zo'r kelib turadi. И stoykislari ham zo'r. Sepsanglar anchagacha turib beradi. Приятный bo'lib hidi kelib turadi. Mana. Zo'r atirlardan bittasi. Qishda ham sepsa bo'ladi, me'daga tegmaydi, bosh og'ritmaydigan atirlardan bittasi. Hozirgi kundagi aktual narxi shu $150 atrofida. Undan ham arzonroq bo'lishi mumkin. Aniq aytolmayman chunki esimda yo'q. Lekin zo'r hidli atirlardan bittasi. Dostavka xizmatlari ham bor. Kommentariyda nima atir yaxshi ko'rishingizni, qanaqa atirlarni yaxshi ko'rishingizni, qanaqa hidli atir qidirayotganingizni, o'zingizni fikringizni yozib qoldirishingiz bo'ladi. 10-chi shu oxirgi atirimiz bu Tom Fordda Tuscan Laser. Hop, bu atirni juda ham ko'pchilik yoqtirmaydi, lekin hidi o'zgacha, boshqacha atir. Buni ko'proq Yevropalarda, Amerikalarda yaxshi ko'rishadi. Sabab iqlimi namgarchilik bo'lgani uchun ularda bizda quruq havo bo'lgani uchun yoqtirishmaydi. Sababi hididan koja hidi keladi. Tom Ford Tuscan Laser kojinniy hid. Takoy sepganda o'tkirroq, achchiqroq hid keladi, lekin вечеринkalarga, kech payt sepib ko'chaga chiqishga zo'r atirlardan bittasi. Takoy вечерний atirlardan bittasi. Sepsanglar u 1 oygacha hidi turadi kiyimda. Agar material yumshoqroq bo'lsa-da, hidi ushlab qoladi, rosa ko'p turadi. Приятный bo'lib hidi kelib turadi. Zo'r atirlardan bittasi. Agar siz o'zingizni kirib kelganingizni, qayerdadir paydo bo'lganingizni bildirmoqchi bo'lsangiz, shu atirlardan bittasini, shunaqa atirlardan bittasini, mana shu atir foydalanish tavsiya qilinadi. Kim kerak bo'lsa murojaat qilinglar, yetkazib beramiz. Dostavka xizmatlari bor. Hop. Bundan tashqari 10 ta atir ko'rsatdim. Atirlar yoqqan bo'lsa bizga murojaat qilinglar. Keyingi videoda qanaqa atirlarni, qaysi atirlarni obzor qilish, qaysi atirlarni ko'rsatishni, qaysi atirlar qiziq bo'lishini aytsanglar, shunga qarab, xudo xolasa video chiqaramiz. Kimga qiziq bo'lgan bo'lsa, bizga obuna bo'lishinglarni, like bosib qo'yishinglarni so'ragan bo'lardim. O'zingizlarning fikringlarni kommentariyda yozib qoldiring. Kattakon rahmat. Videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, sizga rahmat kattakon.